Bugün ne yapıyoruz? Etkinlik. Salom do'stlar, bugun biz Elif Nafas bilan birga nima qilamiz qizim? Bugun dengiz chig'anoqlar toshlarini har xil rangga bo'yaymiz Elif Nafas bilan birga. Evet. Ha qizim? Evet. Qanaqa ranglarga bo'yaymiz qizim? Açıp aç da. Bunaqa chig'anoqlarimiz bor. Buni dengizdan to'pladik. Dengiz tagidan, qumlari ichidan har xil chig'anoqlar to'pladik. Hozir bularni chiroyli rangga Elif Nafas bilan birga bo'yaymiz. Saçımı biraz Suvga qo'yamiz fırçamızı, cho'tkamizni. daha temizledim yani. Evet. Böyle karıştı. Hozir bo'yab chiqamiz qizim. Aç. Qaranglar, hozir bularni suvli bo'yoqlari ochib chiqamiz og'zini. Ochamiz. Mana bunaqa ranglarimiz bor. Siyoh rang. Voy, to'kdimmi? To'kmadim. Hammasini ranglarini ochib oldik. Har xil ranglarimiz bor. Hozir bu toshlarni chiroyli qilib bo'yab chiqamiz. Eliflar, hangi rangga, qanaqa rangga bo'yaysan qizim? Ben önce böyle. Buna koyacağım. Ne? Qanaqa bo'yaysan? Mana chig'anoqlarda Elif Nafas sekin-sekin bo'yab chiqyapti. Keyin buni ustidan men ham bo'yayman. Cho'tkamizni olamiz. Pislerse bir şey olmaz. Qo'ling kirlarsa hech narsa qilmaydi qizim. Qo'limizni keyin yuvamiz. Qaysi rangga bo'yaysan? Pushtigami, qahva rangli, kofe, jigar rangami yoki bo'lmasam yashilmi? Qizilga bo'yay. Qizilga bo'yayman. Qani ko'ramiz qanaqa chiqar ekan. Ben onları böyle boyadım. Bu kurusun sonra içini de boyayacağım. Stolni bo'yama lekin. Mana qaranglar, hozir bo'yab bo'lganimdan keyin sizlarga natijasini ko'rsataman. Qizim shotkani yuvyapti. Mana, men ham qizilga bo'yab chiqdim chig'anog'imni. Chiroyli bo'ptimi? Qo'llarim biroz botdi. Önemli değil ama. Men Elif Nafas ikkita rangga bo'yadi уже. Biri yashilga, biri ko'kka. Ko'k rangga bo'yayapti hozir. Elif Nafas? Evet. Mana Elif Nafas jigar rangga bo'yayapti. Mana ham bitta orange, undan keyin bitta qirg'iziga, qirmizi Kahverengi qizilga ucunda bitti. bo'yadim. Yuv endi uni anaqasini. Hayır, aynı. Yuvmaysan? Men yuvmadim, sariqqa bo'yamoqchi edim, lekin sariqqa bo'yolmadigim uchun shotkani yuvmadim bolajonlar. Shotkani yuvmasdan sразу sariqga botiruvdim. Undan keyin bu rang jo'lti rangga aylandi o'z-o'zidan. Endi Elif Nafas rozviy sifatga bo'yar ekan bittasini. Mana bu dunyo dengizdan toshlar to'pladik. Buni dengiz tagidan to'pladik, bilasizlarmi bolajonlar? Suv tagiga kirdik, chiqdik va dunyo mana shunaqa toshlarni to'pladik. Qaranglar qanaqa chiroyli. Sizlarga ham yoqdimi? Meni ham qo'llarim biroz kirlandi. Benim de. Seni hammi? Keyin sovunlab yuvasak ketadi. Elif Nafas pushtiga bo'yayapti. Shotkasini yuvmagani uchun ranglar bir-biriga almashib ketdi. Hayır, yudum. Bildingmi? Mana buni rang toshlari. Kommentariyaga yozinglar, kimni toshlari yanada chiroyli bo'pti? Oyisinimiki yoki Elif Nafasnikimi? Boyuyorum. Sariq rangi yo'q, to'g'rimi? Mana men ham pushtiga bo'yadim. Elif Nafas yashilga bo'yadi, ko'kka bo'yadi. Lekin uni pushtisi mana bunaqa aralash bo'ldi. Kimi pushtisi chiroyli? Menikimi yoki Elif Nafasnikimi? Qizil, oranjeviy, vot yashil, jigar rang. Bu oq rangga bo'yadi Elif Nafas. Hozirda sariq rangga bo'yayapti. Ha qizim, sariq rangga bo'yayapsanmi? Evet. Ko'ramiz qanaqa chiqar ekan. Biraz çok güzel yakıştı. Bakın şöyle oldu yani. Qaranglar, mana sariq rangga mana qilib bo'yayapti. Qora rangga ham bo'yab chiqdi mana Elif Nafas birini. Bu молочный rangga bo'yapti. Bu молочный. Bu ko'k. Men ham hozir qaysi rangga bo'yasam ekan?
ko'k rangga mana bu ko'kka bo'yaymi? O'rtoqlar nima deysizlar? Bunga bo'yaymi bolajonlar? Ondan ben boyadım. Bundan bo'yadingmi? Unda men bu rangdan bo'yay. Bakın böyle yani. Mana ko'ringlar bolajonlar. Biz ham mana shunaqa har xil rangga bo'yab chiqdik. Mana oddiy holi, mana biz o'zgartirgan holimiz. Qaysi biri chiroyli bo'pti? Bunlar benimki. Bular Elif Nafasniki. Bunlar benimki yani. Ha, bular meniki. Kimiki chiroyli? Bunlar benimki. Ha, Onlar da onunki. qaysiniki? Hayır. Hı. Bu da senin. Hı. Almanya'da daha çok var. Elif Nafasniki juda ko'p bo'yadi. Mana har xil rangga bo'yadi. Bunu birleştirirsek daha çok olur. Gördünüz mü? Mana ko'rdinglarmi? Mana shunaqa bo'ldi. Mana bo'yoqlarimiz tugadi. Elif Nafas biroz kayfiyati tushdi. Xafa bo'ldi. Nega xafa bo'lding qizim? Söylemeyeceğim. Niye söylemeyeceksin? Niye aytmaysan qizim? Tamam. Chunki Elif Nafasnikini men bu bo'yaganini buzib qo'ydim. O'shaning uchun xafa bo'ldi. Mana Oynamayacağım. o'ynamas ekan endi men bilan. O'zim qoldim endi bolajonlar sizlar bilan. Elif ke. Birga bo'yaymiz qizim. Mana kelmayapti. O'zim qoldim. O'zim endi bularni hammasini bo'yashim kerak. Dunyo toshlar bor. Qaranglar bolajonlar, bularni hammasini bo'yab chiqishim kerak. Elif Nafas keldi. Mana Elif Nafas xafa bo'ldi bolajonlar. Bugungi bo'yama ishimiz bitdi. O'z nihoyasiga yetdi. Keyingi safar Altına bir şey oltiga nima yopishibdi? Bir narsa yopishibdi. Nima ekan qizim? Zivachka qolibdi. Musorga tashlaymiz endi. Yaxshi qolinglar. Xayr. Xayr qil Elif Nafas. Ana, xafa bo'ldi.